Okalar injektor motor qilingan, plus konditsionerlargacha uстановка qilib qo'ygan. 2024-yil kraskalari absolutni top toza led faralargacha uстановка qilingan. Mashina to'liq variantda shumizatsiya bo'lgan. Orqa qo'l sferada tonirovka qilib qo'yilgan. 4 ta yaxshi inchonskiga olingan. Mashina faqat benzin yurgan, metan gaz uстановка qilinmagan. Salonlari ham muzdek bo'lib turibdi. Muzda special konditsionerlari ishlab turibdi okalar. Xo'p, Malibu barlari bor, bespirodnoy zaryadkalari bilan 35,000 kilometr yuribdi. Tablolargacha ashina qildirib qo'yilgan. Mana bunaqa bagaj ochadigan knopkalargacha uстановка qilingan, linoleum polikli solingan, patologlargacha apishpi qilib qoraytirib qo'yilgan okalar. Xo'p, okalar Telegram kanalimizga o'tib olinglar. Shunaqa yaxshi mashinalarni arzon narxda o'tkazib olmaslik uchun videolarni birinchi Telegramga qo'yamiz, keyin Instagramga qo'yamiz. Instagramga qo'ygunimizcha ko'p mashinalarimiz Telegramdan baraka bo'lib ketib qolyapti. Olib foydalanib qolinglar. Kraskalari absolutni toza, hech qanaqa yetarli xarajatlari yo'q. Xudo xolasa olib maza qilib haydaysizlar. Olib maza qilib haydashingiz uchun $6,650 bo'lsa berib yuboramiz.